Alaykum, hurmatli Xitoypoyon mahallasi fuqarolari. Bizlar Xalq bankidan biriktirilgan vakilimiz sizlarga Xalq banki tomonidan ajratilayotgan kreditlar bo'yicha ma'lumot bermoqchimiz. Kredit mahsulotlarimiz oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida ajratiladigan kreditlar, mahalla loyihasi va yoshlar bo'yicha PQ60 bo'yicha ajratiladigan kredit mahsulotlarimiz bor. Bunda oilaviy tadbirkorlik bo'yicha ajratiladigan kreditlarimiz fuqarolarga 33 million so'mgacha ajratiladi. Bunda Xitoypoyon mahallasi hokim yordamchisining tavsiyanomasi asosida ajratiladi. Dastlab ariza yuboriladi fuqaro tomonidan, keyin tavsiyanoma beriladi va keyin kredit shartnomalari fuqaroning elektron ключi asosida imzolanadi va jarayon bank tomonidan davom ettiriladi. Bunda 10 million so'mgacha plastik kartaga o'tkazib berilishi yoki 33 million so'mgacha перечисление, ya'ni ta'minotchiga olingan mahsulot uchun o'tkazib berilishi mumkin. Bundan tashqari 50 million so'mgacha naqd puldagi ayollarga 24%, erkaklarga 25% dan moliyaviy ommabop kredit mahsulotimiz bor. Bunda avval ilgari imtiyozli kredit olib, ya'ni oilaviy tadbirkorlikdan imtiyozli kredit olib, ijobiy tarixga ega bo'lib, yopgan fuqarolarga ajratiladi. Faqatgina sharti kafillik asosida ajratiladi.